Firuza Normatova ko'z yosh bilan murojaat qildi. Aybim, erim bilan sevishib uylanganim. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizdan uzoqlashmang. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Sizni qiziqtirgan eng tezkor, eng ishonchli va eng so'nggi ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topasiz. O'tkazib yubormang. Aktrisa Firuza Normatova ijtimoiy tarmoqlarda yuragini larzaga solgan hissiy murojaat bilan chiqdi. U o'ziga nisbatan bildirilgan tuhmat va tanqidlardan chuqur ranjiganini ochiq bayon qildi. Doim faqat Allohga ko'z yoshlarimni ko'rsatib keldim. Bugun esa yuragimni qattiq og'ritishdi. Men ularga nima yomonlik qildim? Mening aybim, erim meni sevib uylanganimi yoki men uni sevib turmushga chiqqanimmi, deya yozdi aktrisa o'z postida. Firuza Normatova tanqidchilarning so'zlari uni ranjitgan yashirmadi. U o'z fikrini davomida shunday deydi: hamma tuhmat qilganlarga Robbim hakam bo'lsin. Menga qilgan tuhmatlari o'z boshlariga qaytmasin. Alloh asrasin. Qaytar dunyo bu. Aktrisaning bu murojaati qisqa fursatda ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Ko'plab muxlislar uni qo'llab-quvvatlab, mehr va sabr tilovchi izohlar yozishdi.